Assalomu alaykum. Juma yominglar, juma tonginglar muborak bo'lsin. Kuninglar xayrli, barakatli bo'lsin akalar. Xabaringlar bor, qo'limizdan kelgancha juma kuni Nexus Dinami, Apshipkami, barimi nimadir bo'lsa ham topganimizni qo'ydik. Inshaalloh bugun ham Nexus Dinani yaxshisini qo'yganmiz. Bitta bunga nakit yetishmayapti yo chexol yetishmayapti. Tayyor chiskalari bilan qilib qo'yilgan, to'g'rirog'i. Yirtilgan, qirilgan, singan joylari yo'q. Yaxshi, Sidina yomon emas. Akalar sizlardan iltimos qilaman. Shu Sidinaga pulni orttira olmayapman. Sidinalarim yomon bo'lib ketgan degan ukalarimiz kelsin, to'g'rirog'i. To'g'ri, o'tgan safar Sidinalar yaxshi bo'lib turib ham kelyapti. Biz o'zimiz hijolat qilib qo'yamiz. Bizani ham hijolatga qo'ymaylar akalar. Shu Sidinaga pulni orttira olmayapman. Sidina yomon bo'lib ketgan degan ukalarimiz kelsa o'zini egasini topgan bo'ladi. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin akalar. Sizlar duo qilib qo'ysanglar bo'ladi. Har bu yoqda Matiz Sidinamiz bor. Matiz ham beraveramiz. Ko'p Matiz Sidina ukalarimizni mana beli sinadi. Qaroqsini qoladi. Buni donorga ishlata olsanglar bo'ladi. Men bu Sidinani telefon deb aytaman. Kerak zapchaslarni olib ishlata olsanglar bo'ladi. Pullar kelgancha qo'yamiz. Kimgadir boshqa to'g'risida o'sha gap. Sidinasi yomon ketsa, Sidinaga orttira olmayman degan ukalarimiz kelsa o'zini egasini topgan bo'ladi. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar. Duo qilib qo'ysanglar.